1939-yili Germaniya va Sovet ittifoqi Sharqiy Yevropani taqsimlab olgandi. O'shanda Estoniya Sovet ittifoqi tomonda qoldi va 1940-yilga kelib SSRga a'zo bo'ldi. 1940-yilning o'rtasiga kelib Germaniya harbiy tayyorgarligini tugatdi. Hujum 3 yo'nalishdan reja qilindi. Shimoliy qo'shin Pribaltikadan borib Leningradni qo'lga olishi kerak edi. Hujum 22-iyun kuni boshlandi. Nemislar Qizil armiyaga to'satdan qaqshatqich zarba berdi. Chegaradagi to'qnashuvdan askarlar g'arbiy Dvina bo'ylab mudofaa o'rnatish uchun chekindi. Lekin nemislar daryodan o'tishga ulgurdi va o'z yo'nalishida hujumni davom ettirdi. Qizil armiya askarlarining bir qismi 1939-yilda mustahkamlashtirilgan SSR chegarasida mudofaa o'rnatishdi. U yer yana Stalin chizig'i deb ham atalardi. O'shanda Sovet qo'shinining oz qismi shimolga, ya'ni Estoniyaga chekindi. Nemislar asosiy diqqatni Stalin chizig'iga qaratdi, lekin shu barobarida bir guruh Estoniya tomon yo'l oldi. Estoniyada Baltik flotining muhim bazalari bor edi. Sohil chizig'i bo'ylab katta kalibrli batareyalar o'rnatilgandi va sohilda dengiz desantlarini qaytarish uchun minglab askarlar shaylangandi. Shiddatli hujum va qarshiliklar natijasida bazalardan birgina Tallin dushmanga bo'ysunmadi. Nemislarning Estoniyadagi katta maqsadi Tallinni qo'lga kiritish edi. SSR siyosatidan Estoniya xalqining ko'p qismi norozi edi. Urushdan bir hafta oldin NKVD birinchi ulkan xalq deportatsiyasini amalga oshirdi. Xalqning ko'p qismi zo'ravonchilikdan qochib o'rmonga yashirindi, qurollandi va qarshilik ko'rsata boshladi. Ularni o'rmon og'alari deb atay boshlashdi. SSR ularni zararsizlantirish uchun 22 ta ixtiyoriy batalyon tuzdi. Ichki nizolarni hisobga olgan holda nemislar Sovet ittifoqi Estoniyani jangsiz berib qo'yadi deb o'ylagandi va Sovet qo'shinini mamlakat markazida mudofaa o'rnatganini bilmasdi. Muhim qarshilikni kutmagan holda Germaniya Estoniyaga faqat 2 ta diviziya yubordi. O'shandan bittasi g'arbdan borishi kerak edi va ikkinchisi mamlakat markazidan o'tishi kerak edi. Nemis qo'shinining asosiy ilg'or qismi markazdan borib hujumga o'tib qaqshatqich zarba berdi va natijada Viljandi shahrini ishg'ol etdi. Qizil armiya dushmanni harakatidan to'xtatdi va asosiy mudofaa chizig'iga chekindi. Qizil armiyani bu qismini chekinishi o'rmon og'alarini yig'ilib katta guruh to'plashiga imkon berdi. Ular Janubiy Estoniyani qo'lga kiritib, Qizil armiyaga qarshi Tartu shahrida hozirlanishdi. Markaziy Estoniyada esa jangga nemislarning asosiy qo'shini kirdi. Ular mudofaani surib bordi, lekin yorib o'ta olmadi. Markaziy diviziyadan ko'ra g'arbiy diviziyaning harakatlari ko'proq omadli keldi. Bu yerda ularning ilg'or qo'shinlari kutilmagan manyovrlar bilan Pyarnu shahrini qo'lga kiritdi. Qizil armiya mudofaasini aylanib o'tib, reja bo'yicha yurishda davom ettirdi. Qizil armiya sohildagi diviziyalardan birini ortga chaqirib, nemislarning hujumini Maryam shahrida to'xtatib qoldi. Keyin nemis diviziyasining asosiy kuchi kelib qo'shildi. Bir necha kun qonli to'qnashuvlar bo'lib o'tdi, lekin nemislar oldinlab keta olmadi. Shunday qilib Qizil armiya ikkala nemis diviziyasining hujumini to'xtatib qola oldi. Nemislar Estoniyani qo'lga olish uchun boshqa reja va ko'proq qo'shin kerakligini tushundi. Keyin ular mamlakat markaziga qaqshatqich zarba berishni reja qilishdi. Buning uchun ular ikkala diviziyani mamlakat markaziga jamladi va yana 3 ta diviziya jo'natdi. Ulardan biri markaziy diviziyaga yordamga, ikkinchisi g'arbga va uchinchisi sharqiy qismga yuborildi. Nemislar Estoniyadagi pozitsiyalarini olib turgan bir paytda sharqdagi qo'shin Leningrad sari harakat qilardi. Bu vaqtga kelib Qizil armiya quvvatini barqarorlashtirdi. Nemislar esa bor zaxirasini ishlatib bo'lgandi. Shu boisdan nemislar hujumdan ko'zlangan natijaga erisha olmay, qayta guruhlanish kerak degan xulosaga keldi. Qo'shinni jangovar holatini ko'tarish uchun hujumni 2 haftaga to'xtatib turdi. Bu vaqtga kelib nemislar markaziy Estoniyada askarlarini joylashtirib bo'ldi. Qizil armiya diqqatini o'sha regionga qaratdi. U to'liq va baquvvat mudofaa chizig'i o'rnatdi va agar nemislar mudofaani yorib o'tsa, qayta hujumga o'tish uchun askar to'pladi.
Qizil armiya nemislarni Tallin tomonga hujumni davom ettiradi deb o'ylardi. Shuning uchun ham bor quvvat shu yo'nalishga qo'yilgandi. Lekin ayyor nemislar raqibdan oldinroq hujum qilib, Sharqiy Estoniyadagi sovet qo'shinini kesib, Tartu shahridagi aerodromni qo'lga kiritishni rejalashtirdi. 22-iyulda nemislar hujumga o'tishdi. Ketma-ket qaqshatqich zarbalar berib mudofaani yordi. Markaziy qo'shin sharqiy qo'shinga yordam bera olmasligi uchun birdaniga shimolga ham hujum qilindi. Nemislar tomonidan kutilmagan zarbalar sababli mudofaa chiziqlari juda ham zaif holatda qoldi. Mudofaa chiziqlariga askar tashlash bir necha kunni olardi. Nemislar reja bo'yicha hujumda davom etishdi. Qizil armiya qamalda qolayotgan qo'shinni olib keta olmadi, chunki nemislar mustahkam qamal qilib ko'lga yetib borishdi. Sovet qo'shini sohil bo'yidagi qisqa qamal ichida qolib ketdi. Ular nemislarni qamalidan chiqishga urinib ko'rdi, lekin faqat oz qismigina buni uddalay oldi. Sovet qo'shini qayta hujumga o'tish uchun shaylandi, lekin sovet qo'shini o'z pozitsiyasini egallagan vaqtgacha nemislar qayta guruhlanib shimolga hujum qilishga kirishdi. Aynan shu yo'nalishda Qizil armiyani kuchli qo'shini yo'q edi. Nemislar Qizil armiyadan oldinroq hujumga o'tdi. Yo'lida muhim qarshilikka uchramagan nemis ilg'or qo'shini tezda shimol tomon harakatlanib, qayta hujumga o'tgan sovet qo'shinini orqasidan tushdi. O'sha vaqtda sovet askarlari hujumni qaytara oldi va shu zahoti nemislar g'arbdan ham hujumga o'tib, sovet askarlarini qayta hujumga o'tgan qismini qurshab oldi. Estoniyadagi Qizil armiya ikki qamalda juda ko'p va muhim bo'lgan qismini yo'qotdi. Shu zahoti nemislarni qo'li baland kela boshladi. Qizil armiya nemis hujumini qaytarish uchun juda ojiz bo'lib qoldi. Sovet ittifoqi yana 2 diviziya bilan Estoniyadagi qo'shinni quvvatlantirmoqchi edi, lekin bunga ancha vaqt ketardi. Nemislar Estoniyada Qizil armiyani 2 qismga bo'lib tashladilar. Tez orada Tallin va Leningrad temir yo'l xabari ham uzib qo'yildi. Endi ular g'arbga yurib, Tallin shahrini olishi yoki sharqqa qarab harakatlanishi kerak edi. Tez orada asosiy shimoliy qo'shin Leningradga hujum qilardi. Shuning uchun ham Estoniyadagi diviziya sharqqa yurib, unga yordamlashishi shart edi. Nemislar dengizga yetib bordi va Estoniyadagi sovet qo'shinini bir-biridan ajratishni nihoyasiga yetkazdi. Sovet qo'shinlari birlashish uchun juda qattiq qayta hujumga o'tdi, lekin bu sezilarli natija bermadi. Nemislar harakatda davom etdilar. 8-avgust kuni ular Leningradga hujum qildilar. Sovet qo'shinining asosiy qismi Leningrad yo'nalishida kerakligi uchun sovet askarlari Estoniyani tashlab Leningrad jang maydonlariga kelishdi. Nemislar Finlandiya ko'rfaziga yetib borib, Qizil armiyaning asosiy qismidan 76500 sovet askarini ajratib oldi. Leningraddan yordam kelmasligi uchun nemislar va finlar Finlandiya ko'rfazida bir nechta mina maydonlari yasashdi. Sovet harbiy qo'mondonlari barcha askarlarni bir joyga yig'maslikka qaror qildi. Buni o'rniga barchani o'z joyida himoya qilishga buyurdi. Bu nemis qo'shini sovet bazalarini birin-ketin yo'q qilishiga imkoniyat tug'dirdi. Ularning birinchi nishoni Tallin dengiz bazasi bo'ldi. Qizil armiyada uni himoyasi uchun atigi 27000 askar bor edi. Birinchi haftadayoq ular oddiy xalqni zararsizlantirib, shahar girdiga 3 ta mudofaa chizig'i o'rnatdi. 20-avgustda nemislar tayyorgarligini tugatib, hujum boshlashdi. Uning asosiy yo'nalishi sharqdan g'arbga qarata asosiy shassi bo'ylab bo'ldi. Qizil armiya birinchi mudofaa chizig'ini himoya qilishga zaifligi uchun ikkinchi mudofaa chizig'iga chekindi. Bu yerda u Baltik flotini yordami bilan nemis hujum sur'atini sekinlashtira oldi. Bir necha kunlik shiddatli janglar natijasida nemislar flotni qo'lga kiritdilar. Mudofaa chizig'i esa yana zaiflashdi. Sovet qo'mondonlari qo'shin himoya qila olmasligidan qo'shinni Tallindan dengizga ko'chirishni buyurdi. Askarlar va oddiy xalq kemalarga minib dengizga chiqishdi. 28-avgust kuni nemislar Tallin shahrini 11000 askari bilan qo'lga kiritdi. Ularning ko'p qismi asir olindi. Sovet qo'mondonligi buyrug'i bilan dengizdagi askarlar Leningradga borishi kerak edi va shunday ham bo'ldi. Sovet harbiy va transport kemalari Leningradga qarab yo'lga tushishdi. Fin va nemis mina maydonlari va havo hujumlari ularga jiddiy jarohat yetkazdi. Kemalarning ko'p qismi yetib bordi, lekin ularning yarmi g'arq bo'ldi.
Endi nemislar o'z diqqat e'tiborini g'arbiy Estoniyaga qaratdi. Sovet qo'shini orolga chekinib mudofaa o'rnatdi. Qizil armiya orolni himoyasi uchun qattiq bel bog'lagandi. Chunki buni o'ziga yarasha sababi bor. Birinchidan, orolda aerodrom joylashgan bo'lib, Berlinga havodan hujum qilish uchun juda muhim edi. Ikkinchidan, orolda katta kalibrli batareyalar joylashgan, lekin ular ochiq dengizga qaratilgan bo'lib, orolni sharqiy qismi himoyasiz edi. Buni bilgan nemislar xuddi shu tomondan keldi. Vormsi oroli juda zaif bo'lgani uchun nemislar uni birinchi bo'lib qo'lga kiritdilar. Saarema va Muxuni 18500 askar himoya qilardi. Orolda askar tushirish uchun qulay joylar kamligi tufayli himoyachilar sohil bo'ylarida turardi. Sovet qo'shini nemislarni sohilga tushishlariga qarshilik qila olmadi va ular orolni bir necha kunga qo'lga kiritdilar. Undan nemislar Saaremaga yurish boshladi. Nemislar hujum vaqtida to'liq diqqat e'tibor bilan qarshilik qilmasliklari uchun bir necha chalg'itadigan manyovrlar qildi. Nemislar Sovet qo'shinini orolni g'arb tomoniga qarata surib ketdi. Qizil armiyani evakuatsiya uchun kemalari kamligi sababli Sirvey yarim oroliga mudofaa uchun ancha qulay joy bo'lgani uchun chekinishga majbur bo'lishdi. Bu yerda nemis hujumi sezilarli darajada sekinlashdi. 2 haftalik urushdan so'ng nemislar sovet askarlarini mag'lub etib, qolganlarni asir oldilar. Saaremadagi muvaffaqiyatsiz mudofaadan so'ng sovet hukumatı Xiyum orolidan 5000 lik askarni olib chiqmoqchi bo'ldi. Lekin evakuatsiyadan oldinroq nemislar orolga tushdilar. Ular bir necha chalg'ituvchi hujumlar bilan himoyalangan askarlarni ikkiga bo'lib oldi. Nemislar shimoliy qismdagi qo'shinni qisib orolni janub va sharqiy qismini egallab oldi. Askarlarni qolgan qismini orol shimolidan evakuatsiya qilmoqchi bo'ldi-yu, nemislarni to'xtatib qola olmadi va tez orada butun orol nemislarni qo'liga o'tdi. O'sha vaqtda Sovet ittifoqida Finlandiyadagi Hanko harbiy dengiz bazasi va Osmos Saar oroli qolgandi. Hankoda 23000 askar bor edi. Kichik orol Osmos Saarni esa 1500 askar himoya qilardi. Dengizni muzlashi ta'minot zanjirini uzish xavfini tug'dirardi. Shuning uchun Sovet hukumatı bazani qoldirib askarlarni evakuatsiya qilishga qaror qildi. Dekabr oyining boshigacha oxirgi askar bazadan Leningrad tomon yo'l oldi va nihoyat to'liq Estoniya nemis harbiylarini qo'lida qoldi. Shu vaqtda nemislar Leningrad ostonasida turardi, lekin shaharni olishga kuchlari yetmasdi. Nemislar ta'minot zanjirini uzish maqsadida oxirgi temir yo'lni kesib qo'ymoqchi bo'ldi. Bu vaqtga kelib Qizil armiya va nemislarning kuchi tenglashdi. Sovet askarlari dushmanni qayta qisib, temir yo'l idorasini o'z qo'liga oldi. Ta'minot zanjiri barqarorlandi. Keyingi 2 yil mobaynida janglar ko'proq frontning markazi va janubiy qismida bo'lib o'tdi va shimolda Qizil armiya ozroq oldinga surildi. 1944-yilning yanvar oyiga kelib Qizil armiya quvvati sezilarli darajada oshdi va Sovet ittifoqi keng qamrovli hujum o'tkazish uchun tayyorgarlik ko'rdi. Bu haqida keyingi qismda suhbatlashamiz.